Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Akfa Plus antrazit rangi plasmassa profildan rom tayyorlaganmiz, alyumin profildan eshik tayyorlaganmiz. Xudo xohlasa go'zal holatda chiqdi. Skronli holatda shotlankalar to'qilgan, laminatsiyalik. Xudo xohlasa quyoshda o'chib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Uchkalari baquvvat, eshigimizni mikroblari go'zal holatda har doimgidek. Oynasi 2 qavat bo'lgan, serigi oq. Shotlankamiz 2 qavat oynaga bo'ladi. Romlari sklojniy mexanizm qo'yilgan, 2 tomonlama ochiladigan podokonnliklari bilan birgalikda. Sklojniy mexanizm pochkani o'rnida ham ishlaveradi. Havo yaxshi aylanadi. Qishki kunida boshqada qiya qilib ochib qo'ysa, yarim holatda uyda qattiq sovutib yubormaydi. Ruchkalari baquvvat, romlari ruchkalari ham go'zal holatda. Xo'sh, eshiklari splashnoy bo'lgan. Skronli qilib berasiz degani shunaqa laminatsiyali shotlanka to'qilganmiz. Majma emas. Bu tomonda ikkita rom bor, 3 ko'z, 5 ko'zlik. Bular ham sklojniy mexanizm. Glavniy eshigi ham juda go'zal holatda chiqdi. Eshiklari alyumindan bo'lgan. Mikrobkalar go'zal holatda. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki Ustunovka vodiy bo'ylab. O'zimiz Andijon viloyati Buloq boshidanmiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlar opsiyaniyada qoladi. Xudo xohlasa go'zal holatda chiqdi ishimiz. Kimga yoqqan bo'lsa, ishimiz bittadan like bosib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa go'zal holatda ishlarni qo'yib boramiz kanalimizga.